Shunaqangi shirin tug'ibsan bolamni. Kelin qiynalmadingizmi? Og'riq bo'lmadimi? Ozgina qiynaldim. Narkoz berishdi oyijon. Nima? Narkoz oldingizmi? Hay qaysi kalla bilan narkoz olasiz, ha? Bitta kushlansangiz paqib chiqib ketadi-ku. Endi bolaga ta'sir qiladi. Bola asabiy bo'lib qoladi. Yo, nimaga olasan narkoz? Kimdan so'rading? Hay sendon bağın bolam. Yo'q, yetishib boryapti. Katta ho'kizdek bolalarning qilayotgan ishini qara. Yo'q, boshqa uyga bor. Odamlar chaqalog'ini Mercedes topib chiqyapti. Meni Spark'ga olib chiqasizlarmi? Tug'ilishimdan stress. Menga zararmi shuncha g'am tashvish? Yig'ishtir mehmoningni. Keladi yuzimni ushaydi. Boshqa narsa ushasin. Ana ta'sirini ko'rdingmi? Bolaga ta'sir qiladi devdimmi? Ya o'chiring, nima bu ya? Alla bolam. Ya alla ya fonogramma ya YouTube'da qo'yib yotibsiz. O'zingiz bilmaysizmi? Asabiylashma bolam. Davay ayting o'zingiz. Alla ayta. Ya jim savet ya ovozda ahvolni qarang. Sal tuxum yutmaydimi ovozga? Qandadan? Dada. Bu yoqning o'zingiz ayting, mana ahvolni qarang. Ya onasi desa xaladelik pustoy, qorin ochman, nima yeyman dada? Nima yeyapsiz? Sifati pechenesi yapma. Ana treydagi pechenemi? Onamning qo'lida eshitgandi. Zo'r ekan buni shirinliklar, ha? Ha, zo'r. Menga ham davay bitta bering. O'g'lim, senga bu mumkin emas-da. Mana, sen sut ichgin bolam. Yig'ishtiring qiymaqat sutni o'zingiz ichasiz. Men onamning sutini ichaman. Ola bitta sut bering, kayf qilib ichaylik. Davay, qorin och deyapmanmi? Uxladimi? Ketdik. Ketinglar. Uxlatib ketinglar. Mana aytdim, onasini yemasin, chillali bola bir o'zi qolyapti. Sizlar ketinglar.